ana shu orzularga, maqsadlarga qanday qilib yetish uchun ana shunaqangi sotsiologik tadqiqotlar, sotsiologik taqdimotlar, ilm, fan, yutuq, muvaffaqiyatlar, xatolar, kamchiliklar va qolaversa jamiyatning butun qatlamida, jamiyat hududida, davlat hududida bo'layotgan voqealar, hodisalar, o'zgarishlar, harakatlar, munosabatlarni sintez qilib beradi, analiz qilib beradi, tahlil qilib beradi, o'qitadi va o'rgatadi. Shuning uchun biz hammamiz jamiyatdan manfaatdormiz, jamiyatdan olyapmiz va joyingizda jamiyat ham, davlat ham, tuzum ham, siyosat ham, harakat faoliyati, munosabat ham bizdan manfaatdor. Chunki biz hadeb jamiyatdan olib yotmasligimiz kerak edi. Jamiyatdan olib ulgurgan narsalarimiz vaqt soati kelganda bizdan jamiyatga nima qilib berishimiz kerak? Qaytarib berishimiz kerak, tuhfa qilishimiz kerak. Mutaxassis sifatida, kadr sifatida qizlarimni eshiting va qolaversa bir darsliklar, kitoblar, o'quv, adabiyotlar, manbalar yozib, chop etib, nashr qilib, keng jamoatchilik ommasiga taqdim etsak, bundan ortiq vaqt yo'q. Masalan, men xohlardim, hurmatli singillar, shogirdlar, oralaringdan vaqt soati kelganda olima ayollar, mansabdor ayollar, o'qimishli ayollar yetishib chiqishini men juda ham xohlardim, istardim. Men juda ham ko'p kitob o'qiyman.